Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan birgalikda men Mustafa MC kanali. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Surprise Surers deb nomlangan o'yinning ikkinchi qismini olamiz akalar. Akalar birinchi qismni ko'rdim. Prosmotorlar 10 ta bo'libdi. Like'lar uncha ko'p bo'lmabdi, lekin shunda ham sizlarga buni davomli chiqarishga va'da bermadim. To'g'ri, endi chiqaring qoldi. Çünkü oyunu yangiladik biz akalar. Juda moshli. Oldingi videoga qaraganda juda ham zo'r chiqdi. Bo'lmasam biza boshladi videoni. Ketdi akalar. Ochdik. Mana akalar ko'ryapsizlarmi? O'yin yangilandi. Ko'rdinglarmi? Ne kadar zo'r. Yana ajoyib. Akalar bu videoga e'tibor bersanglar, endi oldingisiga qaraganda ancha yaxshiroq, ya'ni qotmayapti o'yin. Deyarli o'yin qotmayapti. O'yin, ko'rdinglarmi? Endi grafika g'irt oldingi grafikalarga o'xshab qoldi. Oldik mashinani. Avval naushnik edi mashinani o'rnida. Endi mashinachi bo'lib qoldi akalar. Dangalanamiz akalar, men oldingi videodagiga qaraganda yaxshiroq o'ynayapman. O'zim yaxshi o'ynayman aslida. Chunki o'yinda kamera olayotganim uchun juda qotuvdi. Chunki video zapiski ham olinayotdi bunda. Sakradik. O'lmoqchi edim zalga. Qochdik akalar. Bu poyezdlarni oldi. Kurka har xil anavi kadar pufaklar bilan har xil rang beruvchi qog'ozchalar chiqyapti. Voy! O'yin biroz qotdi akalar. Biroz emas, salgina ko'proq qotdi. Endi uncha ko'p emas. Oldingi videoga qaraganda uncha ko'p qotmadi ya'ni. Voy! Akalar, hozir o'yindan chiqib qaytadan kiramiz. Chunki bu reklamada anavangasi yo'q. Xo'sh, qancha tanga olyapmiz? 117. Yangi rekord qo'yishimiz ozgina qoldi. Musikasi ham yangilangan buni akalar. E'tibor bersanglar. Xo'sh, ana u qutichani ochib ko'raylikchi. Qani, nima chiqarkin? 200 ta tanga, yaxshi. Endi mana bunisini ko'ramiz. Xo'sh, kirsin. Men qaytadan boshladim deb qo'rqib ketdim. Qaytadan boshladimmi? Akalar, nima bo'ldi? Nega men qaytadan boshlayapman? Men hammasini unutdim. Nega men qaytadan boshlayapman endi akalar? Nega? Axir nima uchun? Nimaga? Blat. Mayli, o'yinni boshladik. Asabim buzildi ekan akalar, yomon asabim buzildi. Xo'sh, endi bu video oldingisiga qaraganda ancha minutli bo'ladi. Menimcha akalar, bu video 12-13 minut bo'lsa bo'ladi akalar, bu video ham. 12-13 minut qilsak bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Harfni oldik. Voy! Hali ham yerga tushib qoldim. Bo'lmasa mana bu B harfini ola olmas edim. Voy, o'lmoqchi edim, olaman deb. Lekin o'lmadim. Sal qoldi o'sha. Akalar, bu o'yinni 3-qismi chiqsinmi? Kommentariyaga yozinglar. Agarda prosmotorlar zo'r kelsa, prosmotorlar zo'r bo'lsa, 3-qismini ham chiqarib yuboramiz akalar. Hopmi? Har xil pufaklar uchib yuribdi. Hop. Akalar, menimcha bu video 12-13 minut bo'lmaydi. 5 minut ham bo'lar yoki 5,5 minut. O'lib qoldimmi hozir? Blat. Voy, biling, yana shunaqa chiqdi. O'yinga qaytib kiramiz. Qancha 142 ta. Xo'sh, yangi narsalarni ochamiz.
Hoş, bana bu misyonlarını, topşuruklarını bacakmış yani. O 5'te toplayıverişipti. Tekrar geçe çıkıyordum, yine kaytadan boşuyor. Hemen aşağıdan kaytadan boşuyor bunlar. Şöyle. Bunlardan hal bitti, sinirlerim açılmaktı. Bir kere ikinci kısmını şotlu düge doğramız. Çünkü ben vaktim düzeyemken. Şunun için videoya like basıp kanalga abone olun. Lekin bu ikinci kısım tügemedi. Bu ikinci kısımның birinchi partiyasi. İkinci partiyasi chiqishuncha esa biraz motorlar yaxshi kelsa ikkinchi partiyani chiqaraman. Mana shu ikkinchi kısmni ikkinchi partiyani chiqaraman. Undan keyin uchinchi kısmni rasmiy ravishda o'zini chiqaraman. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Yangi yilgacha 50 ta obunachi yig'ishim kerak ekan. Atga 11 ta obunachi qoldi 50 ta obunachi bo'lishim uchun. Shuning uchun kanalga obuna bo'linglar va bizning Mustafa MC oilamizni ham 50 ta obunachigacha ko'taringlar. Hammaga xayr bo'ldi.